Yonib turadigan o'qituvchi kerak, yondiradigan avlod yetishtirish uchun. Kimlar uchun onlayn o'qigan yaxshi, kimlar uchun offlayn? Ular onlayn ta'limga allaqachon o'tib bo'lishgandi va onlayn ta'lim o'z natijasini ko'rsatgan edi. Offlaynda o'quvchini e'tiborini grab, ya'ni tortib olish osonda. Ikkita qarsak chalasiz bo'ldi, sizga qarab qoladi. Onlaynda unaqa bo'lmaydi. Self study qilish bizda hali shakllanmagan. Bizda to'g'ri umuman yo'q unaqa self study qilmaydigan o'quvchilar deya olmayman, bor, lekin ular ham vaqtida o'qituvchiga darsiga qatnashib, ko'rib bo'lgan sxemani nimadanligini, nimani o'rganish kerakligini biladi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan Darnus podkastining navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Men Saidov Asadbek, Darnus platformasida content managerman. Ustozimiz Feruza Murtazoyeva bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Oldingi podkastimizning kommentariya qismida bizda juda ham ko'plab savollar kelib tushdi va yaqinda Sefer sertifikatlari natijalari e'lon qilindi. Unda juda ko'p o'quvchilarda savollar kelib chiqmoqda. Bugun o'sha savollarga javob topishga harakat qilamiz. Demak, ustoz, birinchi savol: Seferdan yaxshi natija olishda ustozning o'rni. Avvalambor assalomu alaykum Asadbek. Taklif qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Savolingiz juda ham o'rinli bo'ldi, chunki Seferni xalq juda ham oson deb tushundi va o'zim ham tayyorlansam, o'zim ham sal o'qib olsam o'tib ketaman ekan deb noto'g'ri fikrni singdirishdi-da, chunki o'zimizda bekorga aytilmagan maqol: ustozsiz shogird har maqomga yo'rg'alar, to'g'rimi? O'shanaqa qilib ham vaqtidan yutqazdi, ham naqdidan yutqazdi deymiz, shunaqa narsa bo'ldi. Ustozni o'rni hamma joyda bor. Даже mana IELTS essaylarda ham robotlar o'tsa bo'ladimi ustozni o'rniga degan joyda hamma yozgan kandidatlar nima degan: yo'q, ustoz baribir ustoz. Har qanaqa nimani o'rgangan taqdiringizda ham baribir ustoz kerak bo'ladi, chunki individual qanaqa yondashishingiz kerakligini faqat siz ustozingizdan so'ra olasiz, chunki sizni kamchiliklaringizni ham, yutuqlaringizni ham tepangizda turib tahlil qilib beradigan odam bo'lishi kerak. Siz o'zingizda o'zingiz obyektiv nazar solib, qarab qila olmaysiz, tahlil qila olmaysiz. Shu uchun обязательно ustoz kerak bo'ladi, har nimani o'rgangan taqdiringizda ham. Siz juda ham to'g'ri narsa aytdingiz. Men hozir o'zim ham o'rganish jarayonidaman. O'zim ham mana rus tilidan Olmazor filialiga qatnayman, Registonning Olmazor filialiga. Juda ham mana o'zim o'sha rus tili kursini tashlab, o'zim ham mustaqil o'rganmoqchi bo'lganimda juda ham katta qiyinchiliklarga duch kelganman. Shu uchun o'zim ham shu fikringizga qo'shilaman. Rostam to'g'ri narsani aytib ketdingiz, ustoz. Keyin hozir ustoz, men onlayn dars beradigan o'qituvchilar ham bor, offlayn dars beradigan o'qituvchilar ham bor. Hozir juda ham trendga chiqib ketmoqda onlayn darslarni chiqarish, onlayn kurslarni sotish, shunaqa temalar juda ham mashhur bo'lib ketdi. O'zi nima deb o'ylaysiz? Kimlar uchun onlayn o'qigan yaxshi, kimlar uchun offlayn? Balki bu onlayn kurslar chiqarishyapti, offlayn kurslar ham chiqarishyapti. Hamma uchun ham bu to'g'ri kelavermaydi. Hammasini o'zini qonun qoidalari bor. Shu to'g'risida o'zingizni fikrlaringizni aytib ketsangiz. Juda ham zo'r savol bo'ldi. Rahmat bu savol uchun. Kim yozgan bo'lgan taqdirida ham, chunki mana zamon o'zgaryaptimi, bizda texnologiya rivojlanyaptimi? Endi darslar oddiy traditsion usulda, ya'ni an'anaviy usulda davom etib keta olmasdi. Chunki sezayotgan bo'lsangiz, vaqt shunaqa tez o'tib ketib qolyaptiki, bir kunda voy to'xta, nima qildim? Bu jumadan kelasi jumagacha yashayapmiz, bunday olib qaraganimizda. Vaqtimiz ko'pligidan oddiy bitta o'qishga borib kelgan taqdiringizda ham kuningizning yarmi o'tib ketib qoldi. Uyga kelib ovqat qilib yeyib dam olaman degan taqdiringizda ko'zingizni ochsangiz ertalab bo'lib qoladi. Kursga keladigan bo'lsak, offlayn kurslarda o'quvchilar nima qilishi kerak? O'sha vaqtlardan nimadandir voz kechish kerak. Bizani nimanidir qurbonlik qilishimizga offlayn darslarga borib o'qishimizga to'g'ri kelyapti. Bechora abituriyentlar yo tushligidan kechib darsga borishiga to'g'ri keladi yoki uyqusidan kechib, keyinchalik esa bu narsa o'zini negativ ta'sirini ko'rsatadi. Qaysidir biri oshqozonni kasal qilib qo'yadi, qaysidir uyqusizlik tufayli nevroz kasalligiga, keyin boshqa zreniyasi tushib ketib qoladi. Mana shunaqa narsalar. Men onlayn darslarni juda ham qo'llab-quvvatlayman. Ko'pchilik o'ylaydi, ya'ni an'anaviy darslarga juda yopishib qolgan o'qituvchilar ham hattoki o'ylaydiki, kelib o'rganmasa baribir hech narsani o'rgana olmaydi. Bu narsa juda ham xato bo'ldi. Yevropada oddiy misol tariqasida keltiradigan bo'lsak bu narsani,
ular onlayn ta'limga allaqachon o'tib bo'lishgandi va onlayn ta'lim o'z natijasini ko'rsatgan edi. Hattoki olingan sertifikatlarida ham, berilgan diplomlarida ham bu onlayn o'qidi, bu offlayn o'qidi, offlayn o'qiganiga yaxshiroq ish beramiz degan narsa o'tmaydi. Bizda ham hattoki shunaqa, lekin ko'pchilikga singan narsa offlayn borsam yaxshiroq o'qiyman. Yo'q. Onlaynda endi har qanaqa dars ko'rib chiqdingiz, masalan, to'g'ri aytdingiz, ko'pchilik onlaynni boshlab yarmidan tashlab ketib qoldi yoki onlaynga o'tgandan keyin mana sifat ham borda. U narsani bu yerda sifat haqida ham gap ketadi. Hamma onlayn darslar ham sifatli platformada yoki sifatli usulda yetkazib borilmaganligi sababli xalqqa nima singdi, onlayn darslar bo'lmaydi, o'zini yaxshi natijasini ko'rsatmaydi degan narsa. Lekin onlayn darslarda ham sizni har doim kimdir nazorat qilayotganligini bilsangiz, uyga vazifalaringiz vaqtida so'ralayotgan bo'lsa, darsni istagan holatingizda, istagan vaqtingizda eshita olish imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, offlayn darslardan hech qanaqa farqi yo'q, hattoki foydaliroq ham. Sizda naqdingizni ketayotgan o'sha borayotgan nima deydi, yo'lingizni vaqtini tejab qoladi hamda kerak bo'lsa onlayn darslar arzonroq ham offlayn darslarga qaraganda. Shuning uchun deyarli teng deb olishim mumkin yoki onlaynni hattoki yuqoriroq deb ham ko'raman. Siz mana o'z offlayn kurslarda juda ham mashhursiz. Registonda 4 yildan oshiq faoliyat yuritib borgan ekansiz. Eshitishim bo'yicha. Mana shu narsa savolga javob berib ketsangiz, mana offlaynda successful o'qituvchilar onlaynda ham successful bo'la oladimi? Ya'ni o'zingizda qanday bo'ldi? Misol uchun offlayndan onlaynga o'tish jarayoni qanday kechdi o'zingizda? Aha, juda ham zo'r savol, qiziq savol bo'ldi, chunki experience kerak bo'ladi. Baribir ham kamera oldida ishlashni bilish kerak yoki o'qituvchida shunaqa instinkt bo'lishi kerakki, offlaynda masalan, istagan paytda doskaga mana bunaqa bo'ladi, yo sen xato aytding, mana bunaqa deb tushungansan deb tushuntirib ketish imkoniyati bor. Onlaynda sal chegaralangan bu imkoniyat. Men qanaqa instinkt haqida gapiryapman? O'qituvchi birinchi o'rinda onlayn kuzatuvchi o'quvchi rolida o'zini ko'rib bilishi kerak. Masalan, menda shunaqa bo'ladi. Offlaynda o'qitganimdan keyin masalan o'quvchilarda har xil savollar bo'ladi. U savol faqat bir kishida tug'ildimi, yana 3 kishidadir bo'ladi, ichida faqat aytmayotgan bo'ladi o'sha narsani. O'qituvchi his qiladi. Ya'ni onlayn offlaynda qanaqa qilib his qiladi deyishingiz mumkin. Mana offlaynda o'qitib yurgan o'qituvchi onlayndagi o'quvchilar bilan offlayndagi o'quvchilarni farqi yo'qligini biladi va ularda to'xtachi, men bu aytgan gapimdan keyin ularda qanaqa savol tug'ilishi mumkin degan savol bo'lishi kerak o'zi. O'shanga gapi jarayonida javob qaytarib ketadi. Juda bo'lmagan taqdirda kommentariyalar orqali ham javob topishi mumkin. Mana shu narsani his qilgan holatda dars jarayonida simultaneously deymiz bu narsani, birdaniga ikkita narsa birdaniga analiz qilingan holatda ketishi kerak bo'ladi. Ya'ni offlaynda successful bo'lgan o'qituvchilar agar nima deydi, texnologiyalar bilan yaxshi ishlab yurgan o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, unaqada hech qanaqa muammoga duch kelmaydi demoqchiman. Agar auditoriya masalan offlaynda o'quvchini e'tiborini grab, ya'ni tortib olish osonda. Ikkita qarsak chalasiz bo'ldi, sizga qarab qoladi. Onlaynda unaqa bo'lmaydi. Kimdir yotib olib televizor ko'rib, bir vaqt o'zida ko'rayotgan bo'lishi mumkin darsingizda. Unaqa odamlarni ham e'tiborini birdan tortib darsga sho'ng'itib yuborish sal qiyinroq bo'ladi. Skill bo'lish kerak o'qituvchilarda. Endi xarizma deymiz bu narsani. O'qituvchilik faqatgina teachingdan iborat emas-da. Uni xarizmasi bo'ladi, ovoz toni bo'ladi. Agar men bir xil ovozda gapirsam, ha, bugun temamiz mana shu ekan, bugun mana bunaqa o'tamiz, mana bu formulada, ko'rdingizmi, bu yangilik deb ketadigan bo'lsam, hech kim qaramaydi u narsaga. Ha, o'sha uchun metodikaga albatta e'tibor berish kerak bo'ladi. U o'qituvchimi, uni toni bo'lishi kerak, uni xarizmasi bo'lishi kerak, kerak bo'lsa aktyorskisi ham bo'lishi kerak. Hamma narsa bilan o'quvchini e'tiborini sizni videoyingiz, sizni video darsingiz kerak bo'lsa televizordagi seriallardan ko'ra qiziqroq bo'lishi kerak. Mana shundagina u o'quvchini ushlab qola oladi hamda darsni maromida tushuntirib bera oladi. So'ng mana shu aytib ketdingiz, rostdan ham xarizma bo'lish kerak deganga o'xshagan narsani aytib ketdingiz. O'zim ham juda ko'p onlayn kurslarni kuzataman. O'zim mana amerikalik onlayn kurslarni ham ko'rganman, shu ingliz tilida yozilgan onlayn kurslarni. Men o'zimda bitta savol bor, o'zimning shaxsiy savolim. Misol uchun mana bizdagi onlayn kurslar 1 soat bo'ladi yoki 20 minut shunaqa uzoq davom etadi. Lekin men o'zim o'sha Amerikadagi kurslarni olib ko'rganimda, ya'ni o'sha ingliz tilida yozilgan, Yevropada yozilgan kurslarni olib ko'rganimda, ulardagi kurslar 2 minut. Ya'ni ular qisqa. Misol uchun 1 minut, 2 minut. Nimaga bunday desa agar, ya'ni ularda shunaqa bir teoriya bor ekan, ya'ni shunaqa falsafa yotar ekan ularda.
ya'ni yaxshi o'qituvchi darsni o'tmaydi. Ya'ni ular ilhomlantiradi o'quvchilarni. Ya'ni mana bunday o'qi deganga o'xshagan asosiy narsani aytib ketadi. Qolganini o'quvchilarning o'zi o'qib ketaveradi. Ya'ni bu rus tilida самоизучение deyiladi. Ya'ni o'zini o'zi o'qitadigan. Bu menimcha ingliz tilida self study deyilsa kerak, rostdan ham. Ya'ni u o'zini o'zi o'qitib, misol uchun qidirib o'zi topadi. Ya'ni bizada ham shu sekin-sekin kirib keladimi? Ya'ni biza ham shu kurslar chiqarganimizda yoki dars o'tganimizda qisqacha tushuntirishimiz kerakmi yoki to'liq ochib berishimiz kerakmi? Ya'ni ikir-chikirigacha ochib berishimiz kerakmi? Shu o'zingizni fikringiz qanaqa? Misol uchun dars o'tish jarayonida siz qisqacha gapirasizmi yoki to'liq gapirib ketasizmi? Ikir-chikirigacha. Yaxshi savol. Siz ham savolingizda e'tibor bergan bo'lsangiz, Yevropadagi o'qituvchilar deb boshladingiz. Endi tomoshabin nimani ko'rgisi kelsa, aktyor shuni ko'rsatib beradi degan narsa bor, to'g'rimi? Auditoriyasi European auditoriyada shu narsaga moslashgan. Ular mana erkin fikrlashga o'rganishgan. Darslarda o'tirishlari, formasiz yurishlari, o'qituvchi bilan tengma-teng gaplashishlari, ya'ni friendly atmosphere deymiz. Endi biz istaymizmi, istamaymizmi, bizda o'zbek culture bor. Madaniyatimiz bor, keyin mentalitet degan narsamiz bor. Bizning yoshlar unaqa muhitda katta qilinmagan, bizga kattalar nima desa quloq sol deb o'qitilgan farzandlar biz o'zimiz ham, bizdan keyingi dashi nima deydi, generation deymiz, avlodlar ham xuddi shunaqa ta'sir qiladi bu narsa. Sizni auditoriyangiz, mana O'zbekistondagi auditoriyangiz faqat tinglovchi obrazida bo'layotgan bo'lsa, ularni birdaniga gapiruvchi obrazga o'tkazish qiyin bo'ladi. Agar o'qituvchi yangi shunaqa metodlardan birdaniga osmondan kelganda foydalanib qo'ysa, voy ustoz hech narsani o'tmas ekan. Tushunishmaydi-da. Hech narsani o'tmas ekan, bo'ldi, menga yoqmadi deydi. Hech narsani o'rgatmadi, faqat o'zimizdan so'rab, biz nimani bilamiz deb qolishadi. Bu narsaga etapma-etap o'tilyapti. Offline darslardan boshlab bu narsaga xalq ko'niktirilyapti. Self study deb aytib ketdingiz. Self study qilish bizda hali shakllanmagan. Bizda to'g'ri umuman yo'q, unaqa self study qilmaydigan o'quvchilar deya olmayman. Bor, lekin ular ham vaqtida o'qituvchiga darsiga qatnashib, ko'rib bo'lgan sxemani nimadanligini, nimani o'rganish kerakligini biladi. Unga faqat instruksiya berib tursangiz, o'sha tartib bo'yicha dars qilib keta oladi. Lekin hech narsani bilmagan o'quvchi birdaniga self study qilsam bo'lar ekan deya olmaydi. Ya'ni o'sha self study qilmoqchi bo'lgan o'quvchilarning o'zida ham qanaqadir ko'nikmalar foydavor bo'lishi kerak. Yaxshi ustoz, hozir siz bilan shu onlayn to'g'risida gapirib o'tdik ozgina. Endi shu bizning obunachilarimizdan kelgan savollar bor bizada. Shu Sefer sertifikati haqida, Sefer jarayoni haqida shuni berib ketaman. Qisqacha o'zingiz fikringizni aytib ketsangiz agar xursand bo'lamiz. Xo'sh, demak aytib ketgan ekanlar bu yerda. Sefer tayyorlanuvchi o'quvchilar qanday materiallardan foydalanishsa yaxshi natijaga erishadilar. Ya'ni Sefer foydalanuvchi o'quvchilar qanaqa materialdan foydalansa natijaga erishishi osonroq bo'ladi bizada. Yaxshi, ko'p savollar shunaqa uchraydi. Ya'ni qanaqa kitobdan foydalanish, qaysi kitobdan dars qilsam bo'ladi. O'zi bu narsa ingliz tilini umumiy tushunish bilan bog'liq bo'lib ketgan narsa hisoblanadi. Ya'ni birdaniga Sefer kitoblaringizda men nomini aytib ketsam, reading uchun mana bu, writing uchun bu, listening uchun mana bu desam, sotib olishadi. Unda muammo bo'lmaydi. Lekin qanaqa qilishda tushunmaydi yoki eshitadi-da, 8 talik questiondan, savollardan ikkita topadi, bo'ldi chiqmayapti-ku, chiqmayapti, foydasi yo'q ekan deyshadi. Ungacha yetib boradigan boshqa bir materiallarni ishlab yurgan bo'lish kerak. Loop etib birdaniga inglizda ovozini eshitib qanaqa javob berdi ekan deb yozib ketish bu impossible deganda. Generalist ungacha bo'lish kerak. Ya'ni Seferni siz birdan boshlab keta olmaysiz. Hech qanaqa sertifikatni birdan boshlab keta olmaysiz. Ungacha poydevor qo'yib bo'lishingiz kerak. Ingliz tilini general kurslarda, ya'ni bu beginnerdan boshlanadigan bo'lsa, ya'ni boshlang'ich kursi, elementary, pre-intermediate, intermediate darajasida o'qigan bo'lish kerak. O'zi intermediate darajasi B2 deydi. B2 sertifikatiga tayyorlanuvchilar mana shu intermediate darajasini ham tugatgan bo'lish kerak. Lekin vaqtni qizg'onish natijasida hamda sertifikat haqida noto'g'ri xulosaga kelib qo'yishganligi sababli printerni tugatib olib qo'yaman deydi. Okay, omadi kelib haqiqatan hard work qiladiganlari oladi. Elementaryni tugatib, уже lekin B2 olaman desa, sal nerealniy narsa deymiz, shunaqa bo'lib qoladi. U ham lekin ancha ko'p praktis qilishiga to'g'ri kelib qoladi. Materiallarga keladigan bo'lsak,
master multi-level kitoblari bor edi. Narigi podkastimizda ham tavsiya qilib ketganman bu narsalar. Undan keyin yana kitoblar chiqdi, multi-level test degan kitoblar. O'shalardan foydalanishsa bo'ladi. Uni faqat practice jarayonida, ya'ni уже pre-intermediate kurslarini tugatib bo'lib, faqat ekzamen qolgan paytda, yaqin qolgan paytda har kuni full ishlagan holatda tayyorlansa bo'ladi. Mana hozir ustoz aytib ketdilar, rostdan ham mana shunaqa kitoblar bor. Ya'ni oldingi podkastimizda ham aytib ketganmiz. Agar obunachilarimizga yana qiziq bo'lsa, biz bu podkastni description qismida ham qoldirib ketamiz. Linklarni bemalol yuklab olishlari mumkin. Xo'p, ustoz, mana bu yerda yana savollar kelgan, sefir kursi bo'yicha. Bu yerda aytib o'tilgan, ya'ni sefir kursi deganimiz sal xato bo'ldi, shuni kesib tashlamiz. Ustoz, mana bu yerda yana savollar kelgan, o'sha sefir imtihoni jarayoni bo'yicha. Xo'p, demak, bir savolim bor edi. Men aprelda topshirdim, lekin mayga ham registratsiya qilib qo'ydim. Agar apreldagi B2 bo'lib, maydagi B1 bo'lsa, aprelnikini DTMga bersak bo'ladimi? Menimcha bu savolga oldin ham javob bergansiz. Yoki agar javob bermagan bo'lsangiz, hozir javob berib ketsangiz. Yozma ravishda javob berilganda adashmasam bu narsaga. Hamma bilishi uchun aytib ketaman. Masalan, aprelda olgan sertifikatingiz B2 o'tadigan sertifikat, lekin mayda topshirgan sertifikatingiz masalan o'tmay qoldi, B1 bo'lib qoldi. O'shanda qaysi biri o'tadi? Siz qaysini yuklasangiz, erta bir kun so'raladigan joyga taqdim etsangiz, o'tadigan sertifikatingiz olinadi. Chunki siz haqiqatan ham aprelda B2 darajada o'qigansiz. Sertifikatingiz 2 yillik yaroqlilik muddatiga ega. 2 yil jarayonida bemalol o'tadigan sertifikatingizdan foydalansangiz bo'ladi. Unda endi esdalik olib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun, mana hozir sertifikat natijalari e'lon qilindi. Bizda natijalar chiqdi. Mana may oyida imtihon topshirganlar, sefir imtihon topshirganlarning natijalari e'lon qilindi. Endi misol uchun hammada har xil natijalarni ko'ryapmiz. Kimdirlar C1 olgan, kimdir B2 olgan. Endi misol uchun B2 olganlar sertifikati o'tadi, to'g'rimi? DTM imtihoniga o'tadi. Lekin A1, A2 daraja olganlar nima qilsin? Ularni imtihonga o'tadimi, sertifikati o'tmaydimi? Qanday tavsiyalaringiz bor? Ular nimalardan, qanaqa yo'llar kutib turibdi ularni? Misol uchun, mana ular ham sefir kursini o'qigan, misol uchun sefir jarayonni o'qigan, sefir ko'nikmalari bor ularda. Shu ko'nikmalardan qanday foydalanishsa, ular imtihonda yaxshi natija ko'rsatadi. Zo'r savol. It depends on who they are deydi inglizda. Ya'ni bu ularning kimligiga bog'liq. Agar abituriyentlar bo'ladigan bo'lsa, ko'p ko'rdim. Nima qilsam bo'ladi deb menga yozishdi. Ustoz, men bunaqa joyda balim yetmay qolibdi, mana shuncha. Endi nima qilsam bo'ladi? Tushkunlikka tushib qolgan. Hech ham bu hayot mamot masalasi emas agar sertifikat olmay qolgan bo'lsangiz. Chunki men narigi podkastda ham aytganman, o'zim birinchi marta safar topshirganimda yiqilib qolganman. 74 ball bilan. U paytda ball kattaroq edi. 90 balldan yuqorisi o'tadi, 74 ball bilan yiqilganman. Bu hayot mamotda tugashi degan narsa emas. Hali sizda vaqt bor. Siz safar o'rgandingiz, safar sertifikatga tayyorgarlik ko'rdingiz degani, endi erta bir kun test yechishingizga to'g'ri keladi degan taqdirda umuman osmondan olib boshqa tilda sizga savol beriladi degan emas. Ingliz tilida savol beriladimi? Ingliz tilida savol beriladi. Safarda reading o'qib yechishga o'rgandingizmi? Uni tarjima qilishni bilib oldingizmi? Usullarni qanaqa topish kerakligini bildingizmi? Xuddi o'sha reading questionlar grammatika testlarida ham keladi. 6 ta 7 ta questionlari u reading bo'ladi. Tarjima bilan bog'liq bo'lgan har qanaqa testni DTM testida ham kerak bo'lsa yechib tashlashadi u narsani. Writing jarayonida strukturalar o'rganishgan, unconsciously deydi. Ya'ni o'zi imенно mana shu grammatika uchun o'rganmagan taqdirda ham speakingda o'rgangan strukturani, writingda o'rgangan, readingda ko'zi tushgan. Bu narsa avtomatik singan bo'ladi o'quvchiga va qaysi savolni javobi qaysiga to'g'ri kelishini tarjima orqali ham anglab yetadi u narsani. Shuning uchun hech qanaqa vahimaga hojat yo'q. Agar A1, A2 olib qolgan taqdirda ham erta DTMga kirish kerak bo'lsa, bu narsa o'tadi. Endi magistratura uchun olaman deganlari bor edi. B2 kerak edi ularga masalan. Davlatimiz sal o'zgartirish kiritdi shu joyga. Bu albatta xalq uchun yaxshilikka bo'ldi. Sababi asosiy fan ingliz tili bo'ladigan o'qituvchilar uchun C1 sertifikati qoladigan bo'lsa, ingliz tili ikkinchi fani yoki uchinchi fani bo'ladiganlarga B2 ushlanib qoladigan bo'lsa, kimyo texnologiya masalan yoki fizika fani bilan shug'ullanuvchilar, shifokorlar va hokazolarga bir bag'ona
pastga nima deydi B1 sertifikati ham o'tadi magistratura uchun deyildi. Darajasi tushirildi. Bu ancha yordam bo'ldi o'quvchilarga. Shu uchun ham B1 olganlar xafa bo'lishmadi keyin. Ha, yo magistraturamga o'tarkan deb. Mana shunaqa. Misol uchun mana ko'pchilik o'z sertifikatiga tayyorlanadi. Hozir O'zbekistonda ham ko'payib ketdi Sefer sertifikatiga tayyorlanuvchi o'quvchilar. Endi misol uchun men o'zim bir suhbat qilib ko'rganimda Sefer o'quvchilar bilan, keyin o'zimizda ham bizada yordamchi ustozlar bor. Sefer kurator mentorlar bilan suhbat qilganimda, oldingi yilda 8 ta yo'nalishda bizda sertifikat talab qilingan, lekin shu yil o'sha sertifikat talabi olib tashlandi. Endi keyingi yildan yana sertifikat talab qilinyapti. Endi bu qachongacha davom etadi? Misol uchun, ya'ni o'quvchilar, abituriyentlar buni bilishadimi oldindan? Ya'ni Sefer sertifikatiga tayyorlanyapman, Sefer sertifikatini olmoqchiman. Shu davomiyligi qanchalik bo'ladi? Shuni bilishadimi o'quvchilar oldindan? Shuni bilish yo'llari bormi yokida? Agar bu rasmiy qaror bo'lib e'lon qilinadigan bo'lsa, abituriyentlar juda ham sergak bo'lib turadi har doim, chunki yangiliklar rasmiy kanallarda, Telegram kanallarda ham e'lon qilinadi yoki Instagram sahifalarida ham bu narsalar katta-katta e'lon qilib beriladi. Shu yil tayyorlanuvchilar uchun ularni albatta ustozlari turadi boshlarida. Har qanaqa abituriyentlarga tegishli bo'lgan yangiliklar ularning ustozlari tomonidan yoki social mediadan bemalol ko'rib boriladi. Rasmiy tasdiqlangandan so'nggina bu narsaga ishonib keyin o'qishlarini davom ettirsa bo'ladi. Lekin hech qanaqa yo'l bilan Sefer sertifikatlari bekor qilinadi degan narsa yo'q. Chunki Sefer multi-level imtihoni o'zimiz tomonimizdan, ya'ni O'zbekiston milliy sertifikati bo'lganligi sababli biz bu narsani olib tashlamaymiz. Rivojlansa rivojlanadiki, qaytib bu bekor qilinmaydi. Shu uchun ham bemalol tayyorlanaversa bo'ladi. Demak, hozir bizada yaqinda DT imtihonlari kutib turibdi. Undan keyin mana oktyabrda Sefer yana imtihonlari ochiladi, qabul. Yana o'quvchilar Sefer topshirishadi. Endi ular uchun ham savollarimiz bor. Ya'ni ular savollar berishgan. Shu savollarga ham javob berib ketsa yaxshi bo'lardi, ustoz. Xo'p, demak bu yerda aytilgan ekan, speakingni kompyuterga topshiramiz-yu, mavzudan tashqari gapirib bersa bo'lmaydimi? Ya'ni mavzudan tashqari gapirilsa, ball tushadimi, ko'tariladimi? Shunga o'xshagan savol berilgan ekan. Bir necha marta ko'zim tushdi shunaqa savollarga. Sal kulguli holat. Endi tasavvur qiling, Asadbek, sizdan olmani, mevalarni yaxshi ko'rasizmi deb so'raganimda, siz umuman men tog'larni, bog'larga borishni yaxshi ko'raman desangiz, agar men sizni mana bunaqa face to face suhbatda bo'lsam, voy, nimaga men savolimga bunaqa javob beryapti ekan deb, umuman men 0 qilib qo'yaman. Lekin kompyuter olgan taqdirida siz uni aldashib qo'yishingiz mumkin, okey. Lekin baribir masalan, sizda mevalar haqida savol so'ragandan keyin endi mevaga doir bo'lgan so'zlar kompyuter tekshirilgan taqdirda kompyuterga kiritilgan bo'ladi. O'sha so'zlarni ishlatmasdan umuman gapirib berishingiz bu haqiqatan sal yiroqroq bo'ladi. Bunaqa o'quvchilar endi risk qilib kirgan bo'ladi. Ya'ni tavakkal qilib kirgan bo'ladi. Tavakkaldan omadi kulsa yaxshi ball olishi mumkin, lekin ko'p holatlarda даже o'zi savolga directly to'g'ridan to'g'ri javob bergan odamlar ham balli speakingda past chiqyapti. Masalan, oxirgi 2 oyda rostdan past chiqdi. Hamma norozi bo'ldi, lekin sertifikatni umumiy ballini qo'lga kiritgandan keyin hech narsa apellyatsiya, hech narsalar berishmadi, lekin past qo'yilyapti. Unaqa risk qilmagan ma'qul. Temaga, o'zi so'ragan savolga javob bergan yaxshi narsa. Demak, shu off topic gapirgan holda ham ular ball olisha oladimi shunda speakingda yoki ball olisha olmaydimi? Olishadi. Demak, off topic gapirsa ham olishadi. Lekin juda ham uzoqlashib ketmaslik kerak. Baribir o'sha mavzu bo'yicha gapirib o'tish kerak. Hech bo'lmasa o'sha mavzu bo'yicha bitta gap gapirish kerak. Keyin aldagan taqdirida ham. Rahmat. Demak, o'qituvchilarga ommaviy oliylar B2 deyildi, ammo sentyabrgacha yozda imtihon yo'q ekan. Iltimos qo'yib berishsin, juda ko'pchilik topshiradi axir degan savol kelibdi. Ha, to'g'ri. Endi buni ko'proq maktab o'qituvchilari yoki endi ishga kirmoqchi bo'lganlar bilsa kerak. Bu narsa 1 yil oldin aytilishni boshladi, ya'ni hamma o'qituvchilar milliy sertifikatga ega bo'lishi kerak degan narsa. Boshida buni bonusli tarzda taqdim qilishdi, keyinchalik esa majburiy tarzda joriy qilindi. Buni sababi bor-da endi Asadbek, chunki o'sib kelayotgan yosh avlodga e'tibor bergan bo'lsangiz, ularda potensial bor til o'rganishga, qiziqishadi erta bir kun, chunki ingliz tilini bilsa, nimalar qila olishini biladi ular. Hech bo'lmasa qayergadir bora olishini biladi. Amerikani tasavvur qiladi hech bo'lmagan taqdirda. Mana shu joyda ular target qilib qo'ydimi, ularga support qiluvchi kerak, o'qituvchi kerak.
o'qituvchi eski grammatika qoidasida doskaga sana mavzuni yozib, bugun mana buni o'tasizlar deb ikkita present simpleda plus minus so'roq formasidagi formulani yozib qo'yib, faqat mashq bajarib o'tirsa, o'quvchi nimani o'rganadi? Davlatimiz to'g'ri ish qildi deb o'ylayman va bu narsani support qilaman men. Yonib turadigan o'qituvchi kerak, yondiradigan avlod yetishtirish uchun. Ularga siz nima bersangiz, ular hali bunaqa novdada, ularni shakllantirish kerak. O'zi hech narsani bilmagan o'qituvchi unga nimani o'rgatadi? Grammatika bilan hozir nima qila olyapti? Hech narsa qila olmayapti. Grammatikani biladi, okey, 30 ta qo'ysangiz, 30 ta testda 30 ta yechadi, lekin gapir, qani, bilaylik, sen esla, shuncha paytdan beri tayyorgarlik ko'rar ekansan deganda, bitta gap gapirolmasa, qanaqa uyatli holat masalan. Endi uni o'qituvchi shunaqa qila olmasa, endi bu o'zimiz uchun ham uyat hisoblanadi. Shu uchun endi to'g'ri yoshi katta o'qituvchilar bor, eski sxema bo'yicha o'qigan o'qituvchilarimiz bor. Endi zamon talab qilyaptimi? Bu zamonda yashash hammaga ham qiyin, to'g'risi. Iloji yo'q, o'rganish kerak. U o'qituvchilik o'zi shu narsani yelkasiga olib o'qituvchi bo'lgan. Lifelong learning deydi bizda, ingliz tilida. Butun hayoti davomida o'qishga majbur endi u narsani. Yangi narsa kelyaptimi, yangi narsani talab qilyaptimi zamon, uni o'rganishga majbur. Iloji yo'q, o'rganishadi, o'rgatishadi. O'zimizda ham mana shu lifelong learning dedingizmi? Shunga o'xshagan gap o'zimizda ham bor. Beshikdan qabrgacha elimizda deb shunaqa maqollar bor. O'zimizda ham. Yaxshi, mana ustoz yana bitta savol kelibdi. Mana zamon kundan kunga rivojlanmoqda. Sun'iy intellekt va ChatGPTlar hayotimizga kirib kelmoqda. Til o'rganish uchun sun'iy intellektdan foydalansa bo'ladimi? Unga ishonib qo'ysak bo'ladimi? Deganga o'xshagan savol. Zo'r. Sinab tashlang deb javob bersam bo'ladimi shunda? Bo'ladi, chunki ChatGPT AI juda ham zo'r yordam berdi. Masalan, men o'zimga ham yordam berdi. Qanaqa qilib unga istasangiz siz speakingizni gapirib berib, bahoingizni so'rasangiz, nimalarda xato qilayotganingizni, nimalarda improvementga erishishingiz mumkinligini so'rasangiz bo'lar ekan. Writing yozgan taqdiringizda essay yozasizmi, xat yozasizmi, uni elektron versiyada yozib, ChatGPTga tekshirtirib, uni grammatik xatolarini to'g'rilagan, punktuatsion xatolarini to'g'rilatib, kerak bo'lsa, qaysidir joyiga maslahat ber deb so'ragan taqdirda zo'r maslahat berar ekan. Self study qiluvchi o'quvchilarga tavsiya qilaman bu narsani, sababi ular endi sxemani bilib olishadi, o'zim o'rgansam bo'ladi degan maqsad qo'yadigan bo'lsa, writingga baribir o'qituvchi kerak u narsani. Lekin bitta hamma narsani plus minus tomoni bor. ChatGPT zo'r, yaxshi, lekin ChatGPTdagi ma'lumotlar Google orqali kiritilgan hisoblanadi. Google'da nima bo'lsa, o'shanga qarab to'g'rilab beradi u narsa. Sun'iy intellekt baribir sun'iy intellekt. U inson omilini o'z ichiga olmagan hisoblanadi. O'sha uchun to'liq ishonish ham sal xato bo'ladi. Lekin tekshirib berish bo'yicha, maslahatlar olish bo'yicha juda ham zo'r narsa. Lekin baribir inson tekshirgan taqdirda, chunki erta ekzaminingizda baribir IELTS topshirasizmi, 0 topshirasizmi, uni inson tekshiradi, writinglar qismini. O'sha paytda inson tekshirgani ma'qulroq. Lekin praktik jarayonida ChatGPT foydalanish zo'r. Keyin mana shunaqa mana savollar keladi. Misol uchun mana ko'pchilik aytishadiki, o'rganish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanma. Misol uchun mana siz o'quvchilaringizga vazifa berdingiz. Mana shu topik yuzasidan writing yozib kel degan vazifani berdingiz. Ular misol uchun shunday borib, sun'iy intellektga yozdirib olib kelishsa, siz uni farqlab bilmaysiz, to'g'rimi? Lekin shu narsani qilish to'g'rimi o'quvchilar tomonidan? Misol uchun mana o'rganish jarayonida ular o'zligi ishlarini kamaytirishyapti, misol uchun uyga vazifa qilish yoqmaydi-yu, shunchaki foydalanib ketishadi. Mana shu joyda sal xato ketdi, chunki o'qituvchi qaysi o'quvchini nimaga qodirligini biladi. Masalan, oddiy o'tgan zamonda gapni xato tuzadigan o'quvchi menga ChatGPTda yozilgan xatda yoki essayda ko'rsatsa, men ichidan bir ikkita so'zlardan savol beraman. Chunki unaqa vocabulary'sini yodlamaganligini men bilaman. Men u vocabulary'ni unga yodlashga bermaganman, u o'zidan bilib u narsani qilmasligini ham bilaman. Voy Asadbek, to'xtang qani, elevate nima degani ekan? Voy punctuation nima degani ekan desam, o'sha payt qarovdimda aldiydi bilinadi u narsa. Bilinib qoladi shunda. Tarjimasini bilmaydi. Yo bo'lmasa, men gapni tarjima qilib bering. Shunaqa zo'r gap yozibsiz, men bilmayapman hattoki. Mana bitta tarjima qilib bering desam, o'zi uyalib qoladi. Unaqa qilmaslik kerakligini tushuntiraman. Yoki o'zi yozganini ChatGPTga tashlab, qanaqa qilib foydalanish kerakligini o'zi so'rasa, men uni o'rgatib beraman. Va ChatGPTdan foydalanma demayman. Foydalansin, chunki uni qayta daftarga yozib ko'chirayotgan jarayonida ham strukturasini o'rganadi. Hech bo'lmasa o'sha gap qanaqa tarjima qilish kerakligini o'rganyapti u bola. O'sha uchun taqiqlamayman.
lekin to'g'ri foydalanish yo'lini o'rgataman. Uni ko'chirmachilik qilsa darrov sezilib qoladi. Xullas, o'sha tushunishim bo'yicha undan shu ideyani olish kerak, keyin checker sifatida foydalanish kerak. Ya'ni undan doim chek qilib turish kerak, lekin shunday vazifani o'zini tashlab qo'yib, mana shunday qilib ber deb nima qilsa, u xato ketib qolishi mumkin. Rahmat. Ustoz, demak, mana hozir bizada oktyabr oylarida sefr imtihonlari bo'lib o'tar ekan. Demak, shunda bo'ladigan o'zgarishlar to'g'risida umumiy gapirsangiz, bitta umumiy qilib o'sha obunachilarimizga yetkazib qo'ysangiz va umumiy tavsiyalaringizni ham berib o'tsangiz. Iyun, iyul, avgust, sentyabrda tepada, ya'ni boshqa videomizda aytib o'tganimdek, DTM o'zini davlat imtihonlari bilan band bo'ladi. Shunda safar imtihonlari oktyabrdan boshlanadi. Sertifikat olishdan yiqilib qolganlar yoki bo'lmasam hali endi tayyorlanib oktyabrda topshiraman deb yallo qilib yurganlarga maslahatim, tayyorlanishda hozirdan boshlang, sentyabrda emas. Chunki sizni yana o'qishingiz kerak bo'lgan narsalar, safrdan ham ko'proq narsalar bor hali hayotingizda o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar. Sayoq yursang tayoq yeysan deydi-ku. Yozda bo'ldi, bir hafta dam olarsiz, bir oy dam olarsiz, o'sha zerikib ketishni boshlaysiz. Keyin esingizdan chiqishni boshlaydi baribir narsa. Til shunaqa narsaki, doimiy ravishda consistency bo'lmasa, takrorlanib turmasa, baribir esdan chiqadi. Vocabularingiz esdan chiqadi. Voy, ha, bilardim bu so'zni deb qo'yadi. Lekin hozirdan boshlasa, mana iyul, bugun 7-iyul bo'ladigan bo'lsa, 7-dan boshlagan taqdirda ham u 7-sentyabrgacha 2 oy jarayonda grammatikasini mustahkamlab olar, listening readingini mustahkamlab olar. Zo'r qolgandan keyin sentyabrda polni praktis qilib, sразу registratsiya qiladi, oktyabrda birdan olib qo'yadi. Safar ichidagi skilllar hech qaysisida hech qanaqa o'zgarish bo'ladigani yo'q. Bo'ladigan bo'lsa oldindan e'lon qilinadi, lekin juda nima deydi, taktugi bilan o'zgarib ketmaydi. O'zgarishi bo'ladigan taqdirida sentyabrda shunaqa yangi o'zgargan narsani nasib xudo xohlasa men o'zim dars sifatida taqdim etaman deb niyat qilib qo'yganman. Biror o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, o'shani o'rganib olib, keyin baribir topshirib ketaversa bo'ladi. Ya'ni oktyabrda topshiraman deb sentyabrda tayyorlanish boshlash xato narsa. Oxirgi keyin men bu mayda qanaqa potok tiqilib qoldi oxirida. Mana shunaqa holatga duch kelmaslik uchun qilish kerak, o'qish kerak. Demak, rahmat ustoz. Juda ham foydali narsalarni aytib o'tdingiz. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi deb o'yladik. Xo'sh, bundan keyin ham biz rejalashtirib qo'yganmiz. Ya'ni sefardan bizda kurator mentorlarimiz ham bor. Mana ustoz bilan ishlab kelyapmiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, shu kommentariyaga izohlarni yozib qoldiringlar. Ya'ni agar qiziq bo'lsa, biz sefar kurator mentor bilan ham suhbatlarni chiqaramiz. Ustoz, rahmat. Vaqt ajratib kelganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat. Bugungi podkastimiz qisqacha shulardan iborat edi. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.